Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2021-yili 7-oyning 2-chi kuni. Juma bugun o'tgan degan bo'yicha 2 haftada bir qatim qilgan videoni qilay deb chiqishim. Bu hafta xabar bek ko'p. Ularning hammasini deb olmayman. Ehtimol sizlar o'tirliq diqqat qilmadinglar xalqaro xabarlarga, Xitoydagi xabarlarga. Men bir qancha muhim deganlarini mumkin xuloslab o'tay qisqacha qilib mumkin. Bu 2 haftaning ichidagi eng chong xabar tunugun Xitoyda o'tkazilgan Xitoy Kompartiya qurilganligining 100 yilligini xotirlash faoliyati. Bu faoliyat Tiananmen maydonida bo'ldi. Bu qatim Xitoy rahbarlari Xi Jinping qatorliqlarning hammasi Tiananmen binosiniki ustiga chiqib so'zlab degandek ishni qildi. Xitoy hukumatining bu Tiananmendagi bu binoni mushtaq ishlar ishiltishi Mao'zedongdan keyin tunji qatim zamanı xabarda bor. Xi Jinping hozir hadab o'zini Mao'zedongniki o'rniga destagan yangi lider hisoblab har jihatdan kuchayotdi. Bu qatimki bu faoliyatni qilgan chog'dami bu butun ishlarni shu bo'yicha tanlab o'zini eng muhim o'ringa qo'yish mana bir nuqtasi turib qildi. Ma faoliyat shundoq. Bu qatimki bu xotirlash faoliyati asosan Xi Jinpingniki faoliyati bo'ldi. Bütün faoliyat jarayonida Xi Jinpingniki nutq so'zlagan vaqti bütün faoliyat vaqtiniki 3dan 2 qismini oldi. Ondan keyin yana bir Xitoyniki yana bir partiyasiniki bir rahbari so'zladi. O rahbar o partiya shu Tayvanning ishlariga munosabatlik partiya ekan bo'libmi. Bu odam Gomindangniki amaliyotda Gomindang bilan munosabati bor bir partiyaning odami ekan. Xitoyniki bunday urlashtirishida hozir Tayvanni qo'lga keltirish maqsadi bilan Xitoyniki zich munosabatlik deb qaralyotdi. Bu qatimki faoliyatga qarab baxsanglar bu Shimoliy Koreyadagi shundoq cho'ng tabriklash faoliyatiniki bir kopiya qilingan nusxasi bo'ldi bu. Odamni ajablantiradigan yeri Xitoylar bu qatim shu faoliyatga qatnashgan Xitoylarniki bir qisminiki kiyib olgan kiyimimi Shimoliy Koreyaliklarniki kiyimi bilan o'xshash, asosan o'xshab ketgan. Ashta bir holatda shunga g'aribliklar bu faoliyatga bu Shimoliy Koreyaniki bir kopiyasi bo'ldi deb qarayotganlarmi hozir. Ondan keyin bu faoliyatniki yana bir aloyligi bu bir qandaqdir bir partiya qurilganligining 100 yilligini tug'ilgan kunni xotirlash faoliyati emas, o'lgan kunni o'tkazadigan ta'ziya yig'indek bir yig'in bo'ldi. Mayli Tiananmen binosiniki ustida turgan Xitoy rahbarlari bo'lsin yoki tuandikilar bo'lsin, kichik yosh o'smirlardan boshqalarning chirida hech qanday kulkidan asarim yo'q. Asosan hammasiniki yuzi suzug'liq, shunchalik bir parishon ko'ringan mana bir holatda o'tkazildi bu faoliyat. Shunga bir qism analizchilar bu tug'ilgan kunni tabriklash emas, o'lgan kunidagi ta'ziya yig'ini bo'ldi, yig'ilish bo'ldi deb aslida baho berayotganlarmi bor. Men bu Tiananmendagi bu tunugungi faoliyatniki to'liq nusxasini ko'rsatadigan bir YouTube videosini Facebook'a chiqarib qo'ydim. Bu qandaqdir Xitoy uchun tashviqot qilayotganligim emas, asla bilasizlar. Bunday narsalarni ko'rib qo'ygan yaxshi. Zodi Xitoyniki hozirgi holati qandaq? Xi Jinping nimalarni dedi? O faoliyatlarning amaliy ahvoli qanday ko'rinishlar bor degandek mushu narsalarniki hammasiga bir diqqat qilib qo'ygan yaxshi. Bundan bir necha kun Xitoy 20 necha odamga 1-iyul medali taqatdi Xi Jinping. Bunun ichida bir Uyg'urmi bor. 20 necha odamning ichiga bir Uyg'urmi kirdi. Bu qandaqdir Xi Jinpingniki Uyg'urlarni bek yaxshi ko'rib ketib qolgan ish emas. Sizlarning xabaringlarda bor. Uyg'urlarning ustidan o'tkazgan og'ir jinoyat bor Xi Jinpingniki. Agar kompartiya ag'dirib tushib Xi Jinping sud tortilsa bu ishlarning hammasini hisob beradi. Shunga bu qandaqdir bir jihatdan Uyg'urlarga qilingan azroq xushomatlik bu. Yana bir tarafdan dunyoniki va Xitoydagi fuqarolarniki
ko'zni bo'yash aldamchilik faoliyati bu. Shunga atay bir uyg'urni kirgizib qo'yibdi uningga. Uniki men bu ahvollarni yezib inglizcha Twitterga chiqardim. Buning nima ish ekanligini shu video qo'shib. Endi bu qatimki Xi Jinping'niki qolgan so'zi aytdi uzun bir soatdan uzunroq so'z edi bu odam. Onun içinde dünyanın en dikkatini tatkan azraq bir mazmun var, qisqa bir mazmun var. Bu nima desanlar, Xi Jinping bu qatimki yig'inda biz qandaqdir hozir qadar chet elga tajovuz qilib, xalqlarning yerini besilib, bu ishlarimiz yo'q. Bizmi boshqalarniki Jungoga tajovuz qilishini, besilishini qat'iy yo'l qo'ymaymiz. Agar bir sochda qilib qolsa, 1,4 milyard 1,4 milyard 1 milyard 200 ming Xitoy xalqiniki qini bilan go'shidan pulat sipil yasab ularni to'siymiz, ularniki buni shu tamg'a o'sib qanaydi degandek ashtaraq bir gaplarni dedi. Bu intayin mayli logikalik jihatdan bo'lsin yoki umumiylik mazmun jihatdan intayin bir kulkilik ish bo'ldi. Bunu xalqaro G'arbning medialarini aytib ko'p tashkil qilyapti hozir bu gapini. Bir davlatniki rahbari mushunaq bir 100 yillik xotirlash kunida mushunaq gaplarni muddamdi. Jungo xalqiniki qini bilan badanidan yasalgan pulat sepilga usib yüzükuzi qonga bo'yladi degandek ashta gaplarni dedi Xi Jinpingda. Endi Xitoyniki yaqin yoqi xalqaroga nisbatan Xitoylar Janlang Jingsa deb qo'ydi buni. Urushqoq yo'lbos siyosati deb. Dunyoning hamma yerida mustaq urushqoq yo'lbos siyosatini yo'l qo'yib kelayotgan Xitoylar bu qatim Xi Jinping buni aytdi, bir yuksak pallaga chiqdi. Dunyoniki ko'zi bir qatim ochildi Xitoyga qarata. Xitoy Kompartiyasi qarata. Bu vaqtda Pompeo Amerikaniki sobiq tashqi ishlar ministri Pompeo Twitterga bir narsa yozib, Xitoy Kompartiyasi dunyo tarixida eng ko'p odam o'ldirgan partiya deb ashtaraq bir mazmunda bir narsani chiqardi. Bu narsa meniki Twitterimda bor, ko'p asanglar bo'ladi. Endi bu yerdagi bir kulkilik masala nima desanglar, dunyoda hech qanday bir davlat Xitoyga tajovuz qilmayman yoki besib olmayman deyotgan ish yo'q. Uniki kichkina shapsim yo'q, hech nimasi yo'q. Hozir Xitoy hadab Tayvanni qurolliq qo'lga tushiramiz deb propoz qilyotdi. Har kunisi aeroplanlarni uchirib Tayvanniki havo bo'shlig'ida ashta-ashtalarni qilyotdi. Bunga qarata dunyodagi taraq topgan ellar harbiy kuchini Janubiy Xitoy dengiziga yo'tkab, agar Xitoy Tayvanga hujum qilib qolsa, biz Tayvanni qo'g'daymiz deb tayyorlab qo'yadi. Bu ishlarning ichida qandaqdir bir odamniki, bir davlatniki Xitoyga tajovuz qilgan deyotgan narsa yo'q. Xitoyga kim, nima uchun tajovuz qiladi? Xitoyda nima bor? Bu Xitoyda hozir Xitoydagi xalqlar dunyodagi eng qimmat, lekin eng nachar uyda yashaydi. Xitoydagi binokorlik ahvoli shunday. Eng qimmat, eng nachar. Xitoydagi fuqarolar dunyodagi eng bulg'angan havoda nafaslandi. Xitoydagi fuqarolar dunyodagi eng bulg'angan suvni iste'mol qiladi. Ondan bu Xitoy hukumati dunyo bo'yicha eng chirklashgan, eng cho'ng hukumat. Agar diqqat qilsanglar, g'arb ellarda xalq faqat ikkila o'rinni boqsa bo'ladi. Birisi hukumat, ikkinchisi armiya. Har bir davlatningki fuqarolari boj to'lab, shu hukumat bilan armiyani boqadi. Xitoyda bo'lsa, hukumatni boqadi, partiyani boqadi. Ondan keyin rinda degan narsa bor, xalq qurultiyi degan, uni boqadi. Ondan keyin jinshe degan narsa bor, siyosiy kengash, uni boqadi. Ondan keyin harbiyni boqadi. Xitoyda hukumatga o'xshash xalq boqmasi bo'lmaydigan o'rindan 5 bor. Qolgan davlatlar ikkisi bor. Undan boshqa bu Xitoyniki mayli partiya amaldorlari bo'lsin, hukumat amaldorlari bo'lsin, harbiy amaldorlari bo'lsin, yolg'iz ularni beqib qolmay, ularning butun oila abad urtiqalaridan tortib boqadi.
intayin ig'irchilik mavjud bo'lganligi uchun bundaq bir yerga qandaqdir boshqa bir davlat hujum qilib kirib besib olman degan hech kim yo'q dunyoda. Shunga Xi Jinpingniki gaplari dunyoni yana bir qatim hangtan qoldi desak bo'ladi. Shunchalik bir kulkilik gap bo'ldi bu yerda. Quruq popoz qilib. Endi bu gaplarda popozi bak chiq. Lekin hozir agar Xitoyning ichki ishlarini biladigan bir qism tunilgan ziyonlarniki so'zlarini anglasanglar, Xitoy Kompartiya hokimiyatiniki har qandaq vaqtda ag'darilib ketish ehtimolligi bor hozir. Buniki bir tipik misoli necha oyning oldida yoki bir oyning oldidami Junyang Dangsho markaziy Kompartiya maktabidan qochib chiqqan bir ayol bor, Saysha degan. Bu ayol yaqinda bir maqola yozib e'lon qildi. Bu ayol shu Xitoy Kompartiya hokimiyati ichidagi odam. Shu hokimiyatda o'qitgan rahbarlarniki qizi o'zi Junyang Dangshoda professor bo'lib ishlagan uzun muddat. O'tganda bu Xi Jinping to'g'ri bir qism gaplarni qilgan. U gaplar keng tarqaldi. Yaqinda bir maqola yozibdi. U ayol deydi, hozir Xitoylar sirtqi nisbatan chiqib popoz qilayotgan bilan ichki jihatdan intayin ojiz deydi Xitoy hukumati. Andagi huquq ko'rishi qolgan ishlar tufaylidan bular bir haqiqiy qog'oz yo'l bosqiga o'xshaydi. Har qanday vaqtda ag'darib ketish mumkin. Bir kichikgina narsa sabab bo'lsa, Xitoy Kompartiya hokimiyati ag'darib tushadi deydi. Men bunga ishonaman. Hozirgi eng chong umidlarniki birisi shu. Bo'libmi hozir Uyg'ur masalasi va Xitoy virusi masalasida butun dunyo bir birlik saf tuzib Xitoyga qarata qaytarma hujumiga o'tdi. Ashta bo'lganlik uchun ash ishlarning sababidan Xitoyning ag'darib ketish ehtimolligi bak chong. Bo'libmi shu virusning ishida yaqinda necha kun oldin, 2 kun oldida Fransiya boshchiligidagi bir to'p ziyoli, bir to'p olimlar o'tirib chiqib bir uch xat e'lon qildi. Ularniki deganda mayli Xitoy hukumati biz bilan hamkorlashmasin. Biz Xitoy virusining nerdan kelganligini biz o'zimiz jazmlashtirib chiqa olamiz degan narsani o'tirib qo'ydi. Buni qanday qildi desanglar, bu yerda necha xil foydali omillar bor. Uniki birisi yaqinda chet eldagi bir to'p olimlar Xitoy o'zlariniki torbatlaridan o'chirayotgan Xitoy virusiga oid nurg'un uchurlarni asga keltirdi. Xabarlarda bor, dunyo arxivi degan bir yer bor, arxiv bor. Gerçi bu qaysi davlatlar o'z oldiga torbat yasab, qo'yib qo'yibkin o'chiritib qolgan bilan bu narsalar dunyo arxivida saqlanib qoladi. Shunga bizniki bir qism Uyg'ur ziyolilar shu burun vatandan cho'ng ta'sir qo'zg'agan izlanish misranim degandek bir qism torbatlarni asga keltirib oldi, butun mazmunlarini. Shunga o'xshash bu qatim chet eldagi bir to'p olimlar Xitoy o'chirayotgan Xitoy virusiga oid bir qism uchurlarni, intayin uchurlarni asga keltirib oldi. Bu uchurlarning ichida Xitoy viruslarining turlari, buniki biologiyadagi tuzilishiga oid 100 dan ortiq viruslarning biologik tuzilishiga oid uchurlar bor. Xitoy uchirayotgan. Endi undan boshqa shu chet elda Xitoy virusi tarqalishga boshlagan chog'da birinchi bo'lib bayqalgan odamlar bor. Masalan, Fransiyada bir 60-70 yoshlardagi Xitoy er-xotin bayqalgan eng oldida Wuhandan kelgan Xitoy. Bular Fransiya mushta odamlarni davolagan vaqtida ulardagi virusga oid uchurlarning hammasini qo'lga tushirib, uni saqlab qo'ydi. Ashta boshqa ash narsa bilan to'rda uchirayotgan Xitoyniki mush narsalarni birlashtirish orqali zodi bu virusning nerdan kelganligini tepib chiqish mumkin. Ma yaqinda bo'layotgan gaplar shunga munosabatlik. Ashta boshqa hozir dunyoniki virusning Xitoydan kelganligiga oid ovozi bag'ansir kuchayib ketyapti. Buni cho'qim topadi, nimishqa degan chog'da dunyoga bo'lgan ziyon bak cho'ng. Buni tepib Xitoyga iqtisodiyotini to'latishga yo'l qo'ygan vaqtida Xitoy hokimiyatining ag'darilishi muqarrarlarga qarab mangadi. Nimishqa deganda bu ziyon bak cho'ng. Yana bir tarafdan agar Xitoy masalan Tayvanga hujum qilamdi, bir Xitoy bilan boshqa davlatlar orasida harbiy to'qinish yuz berib qolsa, agar faraz qilib qolsalar bo'ladi,
Xitoy kompartiyasiga sodiq odam zoti qanchalik Xitoy davlatining ichida. Hozirgi 90 milliondek partiya a'zosi bor u bu deb deydi bular. Bularning ichida qanchaligi Xitoy kompartiya hokimiyati uchun o'zini qurbon qilishni xohlaydi. Yoki Xitoy kompartiya hokimiyatini qo'llab qilishni xohlaydi degan masala bor. Hozir Xitoy xalqimi intayin qattiq asorat ichida yashayotdi bo'lgansir. Ashta bo'lg'achqa Xitoyniki hokimiyati intayin yolg'iz qoldi hozir. Mayli Xitoy davlatining ichida bo'lsin, mayli xalqarada bo'lsin, ashta bo'lg'achqa azroqli shamol chiqib qolsa, bularniki o'lib ketish ehtimoli bek zo'r. Masayşanın da atkan gapları maçtan münasebetlik. Bu qıtımki tünügünki Xitayning kompartiya qurulganligininki 100 yilligini xotirlash faoliyatiga bilan munosabatlik yana boshqa bir qism qiziqarli uchurlarmi bor. Xitoy Putinni taklif qilgan bu faoliyatga Putin kam edi. Fakat bir tabrik xati aytibdi. Bu tabrik xatini o'zininki shaxsiy nomidan, Rossiya hukumati nomidan emas, shaxsiy nomidan aytibdi. Shimoliy Koreyaniki boshlig'i Kim Jong Un bir xat aytibdi, u o'zininki shaxsiy nomida, davlat nomida emas. Ondan keyin necha kun oldida Xi Jinping bilan Putin bir qatim videolik ko'rishdi. Ko'rishib Xi Jinping ayni vaqtda Jiang Zemin Rossiyaga berayotgan bir parcha zamin bor. Bu zaminni haqida bundan keyin Xitoy hukumatining Rossiya ustidan arz qilmaydiganligini bildirdi. Bu yerda asosligi agar qarab baxsanglar, bu qatim tizimlarga qarab baxsanglar, intayin qiziqarli narsalarni bayqaysizlar. Xitoyniki kompartiya qurulganligining 100 yilligi munosabati bilan Xitoyga vakil etgan davlatlarga oyoqda qolsin, tabrik xat yozgan davlatlarning shunchalik tayini yo'q. Ashta bo'g'ashqa Xi Jinping o'ziga bir yuz tepish uchun Putinni qo'lga keltirishga bek tirishib, shu qolgan xushamatlikning ichida Jiang Zemin ayni vaqtda Rossiyaga berayotgan bir parcha zaminni bundan keyin buning davosini qilmaymiz. U manguslarniki bo'lsin degan gaplarni debdi bu qatim. Bu zamin qanchalik desanglar 1,5 million kvadrat kilometr deydi. 1,5 million kvadrat kilometr. 1 million kvadrat kilometr qanchalik yer? Xabarlarda bor Ürümçidən Aksu'ya bo'lgan oraliq 1000 kilometr keladi. Ürümçidən Aksu'ga bo'lgan oraliq. Ashtaq uzunligi 1000 kilometr, kengligi 1000 kilometr keladigan zaminniki o'lchami 1 million kvadrat kilometr bo'ladi. Mana 1,5 million kvadrat kilometr ekan. Ashtaq bo'lganda Sharqiy Turkistondagi zaminiga niki xili zo'r bir qismini chilik yer degan gap endi bu. Mushu zaminni endi Rossiyaga butlashlarni bo'lib kelsin, biz buniki davo qilmaymiz degan gaplarni debdi. Ashtaq debdi, shunaq desimi, u Putindan erishgan narsa bir shaxsiy tabrik so'zi, o'zimni kam edi bu faoliyatga. Xitoyning ahvoli mushuncha darajada. Ondan keyin Yaponiyadagi bir qancha partiyalardan talab qilib Xitoy tabrik etib aytinglar deb ulardan tabrik xati olibdi. Bu ishlarni Yaponiyaning medialari keng turda gazetlarga chiqib, televizorlarga chiqib Xitoyni qattiq matobdi bu ishlarda. Xalqlar tabrik xati o'tmasa, bizga tabrik xati o'tgan deb majburlab Xitoy hukumati mushtarishlarni qilibdi. Shunga bu jihatdan aytdi, qiziqarli ishlar bo'libdi. Agar qiziqsanglar, ko'p bo'lsanglar bo'ladi. Ondan keyin shu ishkapning ichida men qiziqarli ekan deb egallagan bir ahvol xabarlarda bor. Yaqindagi 7 davlat guruhiniki yig'inida bu 7 davlat Xitoyga umumiylik qarshi bir birlik tuzdi. Buningga sabab bo'lgan bir muhim narsa bor ekan. Bu nima desanglar, o'tgan yil 11-oyda Avstraliyadagi Xitoy konsulxonasi Avstraliyaniki bosh ministriga, Avstraliyaniki boshlig'i, davlat boshlig'iga bir parcha xat berib ekan. Bu xatda Xitoy hukumati Avstraliyadan norozi bo'lgan 14 nuqta bor ekan bu xatning ichida. Bu xatni u kishi e'lon qilmay, bu qatim shu 7 davlat guruhiniki yig'ilishi bo'lgan vaqtida shu yerga ko'tarib apiribdi. Apirib shu davlatlarning rahbarlariga beribdi bu xatniki kopiyasini. Ondan keyin
Şu Avrupa Birliği'ndeki yığınlarda maçta qıptı. Aşta başqa bu dövlətlərin rəhbərləri bu xətni görgəndikən çöşüb getibdi. Bu 14 nöqtəni mən bir gün ətinin içində çıxırıb qoysam buludu. İngiliscəsini көріп baxsanlar. O resim tatılğan nüsxəsini mən sağlab qoydum. Onun içində Avstraliya hökumətinin Şərqi Türkistan, Hong Kong və Tayvan işlərinə aralashqanlığı var. Avstraliya hökumətindəki Huawei'nin Avstraliyaya kirishini tosqan ahvolimi bor. Ondan keyin Avstraliya hökuməti ən dəslabda Xitoy virusiniki mənbəsini tekşirishni dunyoga tashabbus qilgan. Ən oldida. Bu ish mi bor ekan, mushtaq moddalar bor ekan, 3 tildan tilga qilmaydi. Jami 14 nuqta. Uningdan boshqa xatning eng oxirida agar Avstraliyaga bek dushman lozim bo'lib kelsa, Jungo Avstraliyaniki dushman bo'lishni xohlaydi degan gaplar bor ekan. Agar sen bizni bek dushman hisoblasang, biz sana sen biz sening dushmaning bo'lamiz degandek gap bor ekan. Shu bu gaplar g'arbdagi allarniki rahbarlarning hech qanday tomirga tekkan gap. Mushdaqmi gap bo'lamdi degandek. Shu bu qitimqi shu xalqaro Xitoyga qarshi xalqaroliq birliklarniki maydon kirishida mushu xatniki rolini aytdi, cho'ng bo'pti. Ondan keyin yana bir cho'ng xabar bu şu Xitoyniki hozir yolg'iz qilayotganligini bir namoyandasi yaqinda Amerika tashqi ishlar ministri Blinken bilan Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yiniki bir ko'rishadigan fursati bo'lgan. Bu nima ish desanglar, bu yil 10-oyda 20 davlat guruhiniki rahbarlariniki bir yig'ilishi bor ekan 10-oyda. Bu yig'in bo'lishdan burun şu o'zaro kurashadigan davlat rahbarlarini o'rlashtirish uchun bu davlatlarniki tashqi ishlar ministrlari o'zaro bir-birisiga kurashadi ekan. Kurashib bu ishlarni bekitdi ekan shu 20 davlat guruhiniki yig'in jarayonida kim bilan kurashadiganligi to'g'riliq. Bu qatim shu Wang Yi bilan Blinkenniki kurashishi aslida burun planlangan ekan. Yaqinda bir hafta bo'ldi bu yig'in ichilib bo'lgani meni bilishimcha. Mana konkret vaqtda qarab olmabman. Lekin yaqinda Blinken Wang Yi bilan kurashishni rad qilibdi. Bu rad qildi degan gap 10-oyda Xi Jinping bilan Baydenmi kurashmaydi degan gap. Dastlabki o'rlashtirish bo'lmag'achqa. Bu yerdagi muhim nuqta nima deganda Amerika Xitoydan o'zini ep qachyapti endi. Shu davlat rahbarlari o'tirishidagi aloqa jihatda. Mushtaq bir narsa bo'ldi. Bumi Xitoyniki yolg'iz qilayotganligi, Amerikaniki Xitoydan yiroqlashayotganliginiki bir namoyandasi. Sizlarning xabaringlarda bor, Amerika yaqinda bir cho'ng qonun loyihasini oldi. Shu Xitoyga qarshi texnologiya jihatda Amerikani qanday taraqqiy qildirish ishlar jihatda. Ko'p pul bor buning ichida. Bu mush qarorning ichida Uyg'ur masalasi bor endi. Ama işte kararını aldı, müşterinin hemisi Amerika'nınki bundan keyin Xitoy qarashda tutadigan yo'li haqidagi bir qism ifodalar endi namoyandalar. Ishqilib shu Amerika va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Uyg'ur masalasi va Xitoy virusi masalasi jihatda Xitoyni javobgarlikka tortish mush ishi oxirida Xitoy Kompartiya hokimiyatiniki ag'dirilishiga olib berishi mumkin. Hozirgi bir muhim ko'z qarash mush jihatda. Mushtaq bo'lganlik uchun yaqinda yana bir qiziq ish bo'ldi. Menga bir video kelib qolgan. Uningda ikki Xitoy bir Uyg'ur singlimiz va uniki qizi bilan birga bo'lgan bir video. O yerda Xitoyning birisi kichik qizni quchoqlab o'tirdi, yana bir Xitoy ne bo'lsa Uyg'ur singlimiz yana bir Xitoyniki dumbisini ulaydi endi bu videoda. Buni birinchi partisi, ikki qismi bor, buniki yana bir qismida bu Uyg'ur singlimiz bir Xitoyniki putini juydi, yana birisida kichik qiz yana bir Xitoyniki putini juydi. Jami 3 qismlik video. Men buni biroz yezib nimaga Twitterga inglizcha chiqarib qo'ygan bu videolarning shu qismini. Bo'libmi bu videoni ko'rmak bak tas. Men ko'rib necha kun shuncha rohatsizlanib buni chiqaraymi chiqarmaymi deb eng oxiri chiqaray.
endi a qiz balniki Çeriden qaragancha u hargiz Xitoydan tug'ilgan qiz emas. Naiti haqiqiy Uyg'urdan tug'ilgan qiz ekan. Ashta boshqa ma Xitoylar meniki farzimcha shu Uyg'urlarniki uyiga hukumatdan urlashtirib qo'ygan erlar. Da ko'rindi menga men shu birinchi yozib Twitterga chiqardim. Ondan keyin bu Xitoy mustamlikachilariniki mustamlika qilingan millat ustidan nima ishlarni qilayotganligini bir namoyandasi ekanligini o'tirib qo'ydim shu Twitterda endi. O'tirib qo'ygan buni nihoyatda ko'p odam ko'rib ketdi. Buni chiqargani bir 5 kundek bo'ldi deyman. Bugun qarab baksam uni ko'rganlar 92.500 dan eshibdi. Mana shu videoni ko'rganlar. Ani taqatqanlar 850 dan eshibdi. Nihoyatda nurg'un inkaslarni tushdi. Ishqilib buningda men nimani ko'rib oldinglar desanglar, dunyo Xitoydan saskinishga boshlabdi. Men bunday ahvolni burun ko'rib boqmagan. Bu qatam ajoyib bir ish bo'ldi. Buningga Xitoy hukumatining chidamidi biroz. Mush videoni chiqarganda yoqi menga Twitterda hujum qilganlarni aytib ko'p hozir har kunisi. Lekin men bu yomon ishni yaxshiga aylantirish uchun Xitoyniki hujumlarning hammasini utturliq chig'ib, uni bir tema ostiga chiqarib menyotaman Twitterda. Bugun 44-chi qismini chiqarib qo'ydim. Twitterga kirib, ashni ko'rsanglar, Xitoyniki internet chumoqchilari qanday qilib internetni, Twitterni buzayotganliginiki isboti bor. Bu isbot bo'yatadi shuningga. Shunga har kunisi menga qilingan hujumlarni shu bir tema ostiga futur chiqarib menyotaman aqsa ulab. Hozir 44 qism bo'ldi. Bu mush orqali ma bir yamoyishni yaxshiga aylantirib menyotaman men. Chataqlar ko'rsimi Xitoyning naqadar razilligini ko'ralaydi. Mush bir temaning yüzden lamkin. Ashta qilib menyotaman, mushta bir ish bo'ldi. Buningdan hozir dunyodagi Xitoyning qanchalik saskinganligini ko'rib olish mumkin. Endi o'zimizning gapiga kelaylik, Uyg'urlarning gapiga. Yaqinda vatanga keladigan xabarlar intayin azlab ketdi. O'tgan 2 haftada sizlarga bu to'liq biroz uchlarni bergan. Uyg'ur axborot markazining xabaridan men dedim. Hozir Xitoy Uyg'urlarga oid uchurlarniki sirtqa chiqib ketishini kontrol qilish uchun nihoyatda qattiq tadbirlarni qo'llandi. Shuning sababidan bo'lishi mumkin. Yaqin yoqi vatanga keladigan uchurlar nihoyatda zo'r darajada aziyib ketdi. Bu bir ahvol, bir dabqiy. Ondan keyin tünegun bir mazmunni chiqardim men Facebook'a. 1000 soatlik Uyg'urcha uchuq ovoz sandini qurish projekti. Uchuq ovoz sandini qurish projekti. Buni bizniki bir qancha ziyoli qarindoshlarimiz necha oyning oldida boshlagan. Boshlab hozirga qadar bu ish davomlashyotdi. Lekin meningki bilishimcha qarindoshlarniki qarindoshlar xabar topmay bu ishdan birisi ishning o'zidan, ikkinchisi bu ishniki ahamiyatidan xabar topmaganligi uchun ko'zga nishon yetmayotdi bu qarindoshlar. Aslida 1000 soatlik ovoz lozim ekan, hozir 2 soatlik bo'pti. Endi 8 soatlik ovoz lozim. Bu nima ekan desanglar, buni Firefox'ning bo'lsa Mozilla Firefox'niki bilan birlashib ular shu ovoz sandini qurib bo'lgandan keyin bir kompyuter iqtidori vujudga kelmoqchi. Bu iqtidorda sizlar bir ovozli hujjatni kompyuterga kirsanglar, uningki tekstni yozib beradigan yoki bir maqolani, Uyg'urcha maqolani kirsanglar kompyuterga uni o'qib beradigan ashta bir iqtidor vujudga kelmoqchi. Bu bek muhim. Bu iqtidorniki ingliz qismlari bor allaqachon. İngilizce'de hozir yolg'iz tekstni ovozni tekstga emas, hozir rasm shaklidagi tekst hujjatini tekstga aylantirib bo'ldi inglizchada. Ashta iqtidorlar vujudga kelib bo'ldi. Shunga ma iqtidor vujudga kelsa, bundan keyin masalan bir qism xabar o'qiydigan ishlarni odam emas, agar odam chiqmasin bo'ldi ashib qolsa, kompyuterlarni o'qitib video programmani ishlaydigan bo'ldi masalan bir sabab, bir misol. Undan boshqa bir qism kitoblarni ovozliq qilmoqchi bo'layotgan qarindoshlar hozir uni o'qib qilsa, boshdan oxir o'qib, ma iqtidori vujudga kelsa, kompyuterga kirgizsa, kompyuter o'zi o'qib uni ovozli qilib beradi degan gap. Shunga bu bak muhim. Bu Uyg'urlikni chet elda talab qilish bo'libmi? Hozir zamonga mos keladigan
darajasi talab qilishdiki intayin muhim bir tur bu. Bo'lsa buningga ovoz qo'shib qo'ygan bo'lsanglar bu ishga pul ketmaydi. Ondan keyin uni har qanday vaqtda, har qanday yerda qilib bo'ladi. Miyada har qanday yerda qilib bo'ladi degan bir omil intayin muhim. Uyg'urlarniki nurg'un yig'ilishlar bor chet elda. Ashtash yig'ilish bo'lganda bo'lsa bir qism bir qancha ufqlar aşağıya kompüter opirib sizlar shu faoliyatniki bir bujigida bir yerda o'tirib mush ovozga gapiradigan qarindoshlarniki ovozni olgan bo'lsanglar. Mushundaq qilib yurib ma proyektni bitirgan bo'lsak bu bek muhim. Endi buningga so'zlab bergan qarindoshlarniki hech qanday shaxsiy uchuri saqlanmaydi, kirmaydi bu proyektga. Bir tor beti bor. Hozir tilim.org degan tor betga kirsanglar, eng beshidan bor bu. Mush projekt mush turniki ulanması. Aşağı kirsanlar bir tor beti var, onu açsanlar, aşağıda ya üzerlerindeki avazını alaysınlar, ya ki başka yapılan avazınki doğru elinti mi, elinmaptı mı tasdik alaysınlar aşağıda. İki iş var. Birisi avaz ediş, yani birisi başka avazını tasdiklaş. O intan kolaylıkken, intan kızıkarlıkken, hemen kapattım bunu, bir sınav yakanlar. Bu xudu bir bir kısa başlıvatsa bunu, adam asallam 10-20-30 minut kıp gittiğin bir işken bu. Şu an bir qilib bir projeni bitirgan bo'lsak. Endi diqqat qilsanglar, Uyg'ur Project Fondi yaqin bir qism ishlarni mana ommaviy harakat tariqasida qilyotdi. Ma turni asli Uyg'ur Project Fondi boshlagan emas. Buni boshqa qarindoshlar boshlabdi ekan, men bu yerda faqatlamkin bir da'vatchilik chaqiriq qilish rolini o'ynayapman men. Ammo buni qilgan qarindoshlar hammasi başka qarindoshlar ularniki bir qismi Uyg'ur Project'tagi yordam, Uyg'ur Project Fondiga yordam berib kelayotgan qarindoshlar mushuni boshlabdi. Endi buni agar sallam azraqlam chet eldagi qarindoshlar bir qo'zg'ilib bersa, bu ish bitib ketadigan ish ekan. Shunga buningdan keyin mush Uyg'urlikni chet elda salab qilish ishida biz mushtaq ommaviy harakat xarakterlik işler vasıtaya köp tayinmasak olmaydı. Mavi şunun birisi. Bu undaq işlarda ben Uygurlarını hazır kadar Germanlıklar bilen, Yapılıklar bilen, Yahudilerden seçtirip kelimen. Sapa cihetten, milli sapa, milli gurur, milli vicdan, milli mesuliyet noktasıdan. Biz bek arkada durumuz. Şu üç milletle seçtiğin çağda. Eğer Uygurlar kıldığın işlerini en dana, en akıllarını iş bilen, en naçar, en döt, en hamakatlik işlep mesela bir jipkıtızsak, Uygurlarının kıldığı işlerin içinde en hamakatlik, en döt işler kıldığı işlerimiz köp bizimki. Kalanlar üç milletle seçtiği vaktimizde. Bu milletlerdeki şu muştak özünün milletdeki paydılık boğan bir işini kiliş kelgen vaxtdaki anlıklık acayip adamı hayran kaldırdı. Ben Germanlıklar to'g'risida ikki parcha maqola yozgan, ashning birisida bir ahvolni tilga olgan. Masalan, Germanlıklar ma'bning ichida dushanba kuni oldimizdagi yakshanba kuni ko'cha tozalaymiz deb bir mahallaning odamlari ko'cha tozalaymiz deb o'qitsa, oldimizdagi yakshanba kuni ish o'rlashtirib qo'ygan Germanlıklar boshqa ishlarniki hammasini tashlab shu kun chiqib yer tozalar ekan. Asosan bunday ishga qatnashmaydigan Germanlıklar yo'q deydi. Mesela tuqqan yo'qlaydigan, ota-onasi yo'qlaydigan yoki bolalarni bir o'ynatib qapirdigan yoki ta'til qildigan mana ishga o'rlashtirib qo'yganlar bo'lsa, ishlarning hammasini atkaz qilib etib, yo'q qilib etib, mana bu umumni ishga qatnashadi ekan. Bu Germanlıklardagi anlıqlik darajasi mana. Yaponiyadagi qarindoshlarni obdan biladi. Mushundaq anlıqlik Yaponiyadagi qarindoshlardan bor. Bizning Uyg'urlarda bo'lsa sal aksi bor. Eğer yaşam günü kuş tazlayımız, mahallen adamları emeğini çıkanlar dese, nurgun kişilerin iş çıkıp kaldı. Bunun iş ulaştırmayan kişilerin iş çıkıp kaldı günüsü. Açtaklık köp kegalınmaydı. Şuna bizimki, şu üzünü saklayalıgan, üzünü terakki durup mağalıgan millet bilen boğan farkımız muşundak. Mavu projektimi, abeti men degende, bunu kılan kişininki hiç kandak şahsi uçuri saqlanılmaydigan bo'lganligi uchun qo'rqishning hojati yo'q amaliyotda. Hozir bir qism qarindoshlar millat uchun uch qashqar ish qilishda bir qism cheklama bor.
o'tirib chiqolmay yurayotgan qarindoshlar bor. Mashqini qilishda unda qarindoshlarni qila olmaydi. Hech qanday narsaga oshkorlanmaydi. Shaxsiyat to'g'riliq. Shunga bir o'ylab baqsaq amalan. Zodi mendagi milliy sapa, Uyg'urlik sapasi, Uyg'urlik vijdoni, Uyg'urlik g'ururi zot qanchalik. Mush munosabat bilan men o'zimni qancha ifodalayman deb bir qatim o'zimdan dastlab baqsandim. Men nayt ko'p deb keldim. Diniy jihatimi izlanib, nima uchun shu Germanlik, Yaponlik, Yahudi degandek millatlar taraqqiy qilib, Uyg'urlar bugünkidek holga tushib qolamiz. Nima uchun Uyg'urdek dunyodagi eng mo'min bir musulmon xalq Xitoydek eng vahshiy kofirning qo'lida yo'qolib ketish girdog'iga kelib qolamiz. Buning sababi nima? Men bu to'g'riliq izlandim. Mening bir maqolam bor. Buyurilgan yordam va tirishchilik deydigan. O'qib baxmagan o'qib baxsanglar bo'ladi. Meniki keltirib chiqargan yakunim Alloh insonni yaratgan vaqtida uningga aql va bu insonlarniki muvafiq yashab menishi uchun zarur bo'lgan moddiy narsalarning hammasini bir etadi ekan, dasturdan tortiblar. Aql bilan moddiy narsalarni bir etadi ekan. Undan keyin bu insonlarniki qanday yashab menishi insonlarning o'ziga bog'liq. Uyg'urlarmi qad ko'tarib dunyoni so'rab yashay oladiganligini isbotlagan. 15-asrdan burun O'rta Osiyoni so'rab isbotlagan. Ammo hozir bugünkidek kuni ko'chib qoldik. Aslida bizda aql bor, bizdagi moddiy sharoitmi bor, ammo o'zimiz qamlashtiramiz. Hozir bir qism maslahatlar qilganda paramoslarmi Alloh bor dedi. Alloh bor. Ammo Alloh sizga jim yetib olsang yordam qilaman deb va'da bergan ish yo'q. Alloh kimga yordam qiladi, kimga qilmaydi. Bundan qonuniyati bor ekan. Meniki buyurilgan yordam va tirishchilik degan maqola muxbir qilinglar. O'zimizni boshqa narsalarga seçtirib qo'ying. Shunga men magiyatni qandaqdir shu 1000 soatlik Uyg'urcha uchiq ovoz sondini turkchada davatmayman. O müzik davatman. Bir qism qarindoshlar hozir kech kunduz tirishayotdi millatning g'amida. Ammo tirishmay yetib olgan Uyg'urlar chet eldagi yana tandan ko'proqni tashkil qiladi bugungi kunda. Men o'tganda bir aslida germanlik bir tunishim bilan paranlashib qoldim. Biz necha oyning oldida bolalar bizni bir ta'til qilishtirib ekan, ayolimiz ikkimizni. Shu yerga borgan, bizning tushgan mehmonxonamiz Disney şirketidagi tava mehmonxona ekan. Uni biz uqmadik, bu nega tushirganimizni bilmaymiz. Hozir borgan bo'lsak, shu Disney mehmonxonasi ekan. Keyin shu germanlik tunishim bilan mushkaplarni yeyib qolsam, u hayron qoldi. Sen qanday bo'lib Disney şirketiniki mehmonxonasiga tushsa? Halbuki Xitoy bir kino ishladi bizning vatanga berib. Kinoning ismini sal isim kelmay qoldi menda. Isimda bor edi, xabar esimda bor. Oshtoq kinoni ishlab shu Uyg'urlarni sulagan lagerlarniki ko'rinishlari chiqib qoldigan darajada oshtoq kinoni ishlagan Mustafa shirkatning hoteliga sen qanday tushsan? Deb tanqidlab ketdim. U deydi, men 10 yil bo'ldi paxtada tikilgan kiyimga boqmag'ili. Men qat'iy hozirga qadar Alma şirketining telefonini yapmadım. Meni telefonim boshqa yerniki, Yevropaniki. Almakini yapmadım. Nimishqa Alma şirketim Uyg'urlarni ishlatadi. Disney şirketi Uyg'urlarniki ashunchalik cho'ng fojialarni bir yerga qarib kino ishlaydi. Qanday bo'lib sen ashta xot mehmonga tushsan deb shunday edi. Shunday hijab ketdim. Men o'zimdan davomli so'rayman. Uyg'urlarning ichida Uyg'urlarni majburiy emgakka solgan paxta, shu Alma şirketi degandek narsalar munosabatlik buyumni olmay ongni qoldi yashayotgan Uyg'urlar butun Uyg'ur millatiniki qancha prosentni egallaydi deb so'rayman o'zimdan. Buning javobini men demay o'zinglar
dansa baksanlar buludu. Bizniki milliy sapa jihatda boshqalardan aşındaq farqimiz bo'lganligi uchun bugünkidek kun qilyapmiz. Agar bizmi germanliklardek bo'la olsak, milliy sapa jihatda ong, g'urur, vijdon, tirishchanlik jihatda biz mustaqil bo'lib yashay olamiz. 15-asrdan burungi holatdagidek yashay olamiz biz. Buning isboti bor. Hozir shu g'arb ellarga chiqqan uyg'urlarga qarab olsanglar, bir kasbni tutib o'qib ishlayotgan uyg'urlarga qarab olsanglar, bular chet ellanishida hech qanday chanqayiri yo'q, aql jihatdan, kasbiy jihatdan, iqtidor jihatdan. Amerikada nurg'un yosh bolalar bor, uyg'urlarning bolalari intayin donli maktabga kirib o'qiyotadi hozir. Shu Alman şirketi, Google, Facebook, Twitter, aştakilerin hepsi Uygur balaları var hazır. Köp oldu. Etvalık oralarda işleydi. Yukarı tekniklik oralarda. Uygurlarınki akıl cihatta çıkan meselesi yok. Mesele yok. Bizdeki medeni asasımız intayin güçlü. Ama şu 15. asırdan keyin tanlığa yolumuz hata bo'lganligi uchun bugungi de kunga kelib qoldik. Hazır ahvalımızmı adamın içindirdi. Milli ang cihatki ahvalımız adamın içindirdi. Şuna bu cihatta çatalik kardeşlerine olarak oyunu pek işine ümit kılmıyor. Ötkende sizlerge kalnur.com'da bir boytaqlarni bir-birisi bilan tepishib oldigan torbetini qotqanligimizni degandim. Bu ishni puxta qadam bilan mengayotdi hozir. Buni biz amini qilgandan keyin uni ravs qilaylik deb Uyg'ur Project fondidan pul ajratib torbetini yasashga odam qo'yib qilyapmiz. Obda mengayotdi. Xudoyim bo'lsa, shu ayni ichida chiqish tushdi bu. Shu sizlarga mushuk deb qo'ydim. Ondan keyin tilim.org degan torbeti yangilandi. Bir qarindishimiz kishi kunduz ishlab uni butunlay yangidan yasab chiqdi, ko'rib boqinglar. Uningda shu Uyg'ur tilini o'rganishga oid nurg'un materiallar bor. Kitoblarni bugun qo'yiladi buningga. Bu ish mengayotdi. Ondan keyin yana bir ish, yaqinda men Facebookga chiqarib qo'ydim. Türkiye'deki Sarxillar Ma'arifi'ndeki bir faaliyeti haqida. Şu Sarxillar Ma'arifi terbiyelash programmasida aşağı terbiyelayotgan o'quvchilardan bir qismi 2020-yillik xalqaroliq o'rta maktab o'quvchilarining yuziga jang e'lon qilish musobaqasiga qatnashishga tayyorlik qilib, ingliz tilida videolarni ishladi bular. Şu kasbiy sahada. Bu video filmlerin hepsi YouTube'da var. Bu tizimlik Facebook'ta var. Ben Facebook çıkarıp koygandım. Ko'p oqsana bo'ladi. Odamni ta'sirlantirdi. Ta'sirlantirdi. Şu o'rta maktab o'quvchilari, Uyg'ur o'quvchilar Turkiyadagi. Bu videolar inglizcha, bu xalqaro musobaqa bo'lganligi uchun bular inglizcha tayyorlabdi. Buni Turkiyadagi ufqlar ve dünyanın her qaysi yerlerdeki bir top ziyolilar birleşip mağduriyatda bu işni yaxshi mengayotdi. Mavu şunun bir namoyandasi ko'p oqsana bo'ladi. Ondan keyin yaqinda mavu dillar ingliz tili sinflar haqidagi uchurni to'g'ri Facebook chiqarib qo'ygan. Buningga nurg'un qarindoshlar qiziqyotdi bu darsga, ingliz tili darsiga. Hakikaten bu işinki ehmiyeti zor. Nimişki degen çağda Xudoyim bo'lsa, şu bir qancha yılın içinde bir kısım Uygurlar için Türkiye'den başka Amerika yoki başka Avrupa'daki başka davlatlarga ketish fırsatları tug'ilishi mumkin. Ashta bo'lib qolsa ingliz tili intayin zarur bo'lib qoladi. Shunga hozirdan boshlab ingliz tili o'rganish pek muhim ish endi, buning uchun tayyorligi bo'ladi. Shunga bu maktabga hozir tizimda o'qiyotgan o'quvchilarning soni nihoyat ko'p. Lekin bu programni mağduriyatgan qarindoshlarimiz o'qituvchi jihatdan qiyinchilik uchrab qolyotdi. Shunga shu ingliz tili dars o'tib boradigan qarindoshlar aloqalashgan bo'lsanglar,
Aşı men çıkan uçurun aslında aloqalashish email adresi var. Bu mazmun tilim.org degan tor betida bor hozir. O'sha kirsanlar chiqadi, peshida ko'rinib turadi. Bo'lsa, mishlar yordam qilgan bo'lsanglar. Bumi millat uchun. Millat uchun qilgan foyda ishlarning birisi. Bir qism qarindoshlar davomli mendan so'rab turdi, men ish qilib berayman millat uchun deb. Mushlar bor, mushlar ishlar bor. Andayliqi millat uchun ish qilamiz desa, qandaqdir jahonni tavrit etadigan ishlarmi deb o'ylab qolmanglar. Jahonni tavrit etadigan ishlarmi bor, lekin ko'pincha unday ishlar emas. Bak cho'ng ishlar emas, lekin millat uchun zo'r bo'lgan ishlar. Hozir jahonni tavrit etadigan ishlarni qiladigan tashkilotlarimiz bor. Dünya Uyghur qurultayıga o'xshash. Lekin shaxslarning ichida jahonni tavrit etadigan quruq qiladiganlar ko'p. Lekin agar bundan tekshirib olsanglar, unda odamlarniki ömrida bir ishni qilib boqmaganligini, amaliy ishni qilib boqmaganligini bayqaysizlar. Bundan tekshirib olsanglar. Shunga inglizchada track record degan bir gap bor. Track record degani bir odamning ömrida qilib boqqan ishlar degan. Shunga hozir shu videolik programmalar nayt ko'p bu yerlarda. Şuna oyacanlanıp, təsirlenip, onda qıp ketişdən burun şunu davatqan kişiler ömürdə qandaraq işini qıp etdiken degen nəsəyə bir diqqət qılıb qoysanlar oldu. Bək faydası var onun. Bu mesela mollamlarınki diginin qıl qığını qılma degen xil iş oldu. Anın diken yaqınqı yana bir yenilik Uyghur Axbarat Mərkəzindəki videosudaki bəzi xəbər məzmunlarını mən YouTube-ga qo'yuyotiman, anima. Twitterga qo'yuyotiman, uni inglizcha tushuncha yozib. Ashta qilib Uyg'ur Axborot Markazidagi videosi inglizcha tushuntirish bilan Twitterga chiqib yotadi. Buning unumi nihoyatda yaxshi bo'yotadi, bir yangilik qilsak deb qo'ygim keldi. Eng oxirida sizlarga bir qancha orzularim bor, talablarim bor. Sizlarga burunmi degan, shu 2017-yildan keyin Xitoy hukumati meni sabab qilib turib tutib ketgan yosh o'quvchilar, yoshlar bor. 1000 dan oshadi bundaqlar. Ular mening sababimdan tutilib ketganlar emas. Xitoy meni bana qilib turib tutib ketgan yoshlar. Xalqlarda bor, men bilan aloqa qilgan, men bilan kurashgan vatanga borgan vaqtida bundaq kishilarning hammasi degidek nayda g'ururi var, milliyat kuchli kishilar. Buni Xitoy biladi. Ashta boshqa bular asonlamkin shuni bana qilib turib bularni tutib ketdi. Hozir tutilgan odamlarniki so'nggi odamlar soni 9 millionga bordi. Men buni deb kelyapman. Ularniki mutlaq ko'p qismi hargiz meniki banarim tutilganlar emas. Mening banarim tutilganlarga faqat mallam sababchi bo'lib qolgan emas. Xitoy bilan tutish allaqachon planlab, sonlarni tushirib qilib bo'lgan. Faqat meni bir bana shaklida ishlatib, ashta qildi bular. Ashta bo'lsa-mu, men davomli bir xil vijdon azobini tortaman. Xudoyim bo'lsa, fursat kelib qolsa, men xizmatimdan chekinib, shu fuqarolarni qutuldirish yo'lida o'zimniki barliqni atab ishlayman vatanga qaytib. Amaliyotda mendagi bu jihatdagi idiotiyorlik bundan 10 yillar burun bo'lib bo'lgan. Bunun şahitleri var. Ben bazı ziyarlar olan bundan 10 yıl burun, 10 yıldaki vaxtlarının aldıda ben xizmetimni tashlab Uyg'urlar uchun bütün kunlik ishlasam qanday bo'lar degan ishlar to'g'riliq muzakaralashib baqqan. Mening NASAda tug'unim yaxshimi yoki bütün kun siyosatla shug'ullanib Uyg'urlar uchun ish qilganim yaxshimi deb. U chog'da ilingan qaror NASAda turib tug'unim yaxshiroq degan bir qarorga kelgan. Shunga hozir qadar turib kelyapman, lekin agar Xitoy Kompartiyasi og'dirilib qolsa, men vatanga berib, ashadagi Xitoyniki qurboni bo'lib ketgan Uyg'urlarni hisobini olish haqida o'zimning barlig'ini atab ishlayman, Xudoyim bo'lsa. Buni har vaqt tayyor. Menga andaymish meni bana qilib turib tutib ketgan Uyg'urlarniki uchurlari bak zo'r lozimdi menga. Agar qancha konkret bo'lsa shuncha yaxshi mushtatda uchur bor qarindoshlar bilan aloqalashsanglar. Men ehtiyojim bor. Andan keyin Uyghur Project Fondi to'xtamay yangi ishlarni qilyapmiz biz. Nayta aldirash. Bu jihatda agar yangi proyektlar haqida ideyasi bor, qarindoshlar bo'lsa, bizlar aloqalashsanglar bo'ladi. Biz har vaqt tayyor bo'lib ishlasak bo'ladi. Andan keyin Uyghur Axborot Markaziga maqola yozib beradigan qarindoshlar
Bulupmu Uyg'urlarni to'g'ri yetaklash jihatda yaxshi ideyasi bor qarindoshlar maqola qilib yozib o'tib bersanlar, uni Uyg'ur axborot markaziniki haftalik programmasini ishlatamiz. Hozir videolik programmasida deymiz buni. Haftada 3 chiqaryapmiz hozir. Ondan keyin Uyg'urlar degan tor jo'nlig'ini bosamiz buni. Shunga bu jihatda biz har vaqt sizlarning yordamingizga ehtiyojliq. Bo'ladi. Bugun shunchaki qilay. Bir bo'lsa kelar haftaning chiqishi mumkin. Mana shu Uyg'urlarga oid mushtaq ishlar sal ko'p bo'lyotdi hozir. Ba'zi 2 hafta saqlasam sal uzrab ketadi ekan. Shunga har haftada chiqib qisqaroq bo'lsa-mu sizlarga ba'zi yangi narsalarni yetkazib qo'yib turaymi ekan deb o'ylayapman. Qani qarab boqaylik, bir bo'lsa men kelar haftam chiqishi mumkin. Bu damsa kelar qatim ko'rishga omon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.